Mana shu ko'rib turgan konstruksiyangizlar to'liq sammoyka va tepasidagi konstruksiya quyosh batareyasi. Sammoykani quyosh batareyasi yordamida tekinga ishlaydigan variantini ko'rganmisizlar? Mana shu narsa bo'ladi. Bu yerda 100 kilovatli quyosh batareyasi o'rnatilgan va bizning moykamiz maksimal tok bilan, maksimal rasxod bilan ishlasa 40 kilovat tok rasxod qiladi. Bu yerda 100 kilovatli quyosh batareyasi o'rnatilgan. Natijada sizda 60 kilovatli energiya oshishi olishingiz mumkin. Bu yerda sammoykani turbo moykasidan o'rnatyapmiz. Navoiy shahridamiz. Bu yerda metan zapravka. Mana bu metan zapravkaning ustida ham quyosh batareyasi o'rnatilgan turibdi. Buni ustida ham to'liq quyosh batareyasi o'rnatildi. Va u yoqda mana bu konstruksiyaning ichida ham quyosh batareyasi va bizning moykamiz ham quyosh batareyasidan ishlaydigan bo'lyapti. Xo'p, bu yerda quyosh batareyasiga necha pul sarflandi deydigan bo'lsangizlar, hozir aytib o'tamiz. E'tibor bersangizlar, bu yerda shifr qo'llanilmadi. Shifrga tomni yopishga sarflanadigan pul ustiga ozgina qo'shishgan va natijada quyosh batareyasi hosil bo'lgan. Quyosh batareyasili tom hosil bo'lgan. Steshkalar quyilgan, steshka qalingina quyilgan va bu yerdagi chegara mana bu mashinalar kirganda soya bo'lib turishi uchun mana bu konstruksiya ko'tarilgan va konstruksiya tushunishimcha yoz issig'ida mana bu tepadan birorta yorug'likni to'sadigan material bilan to'sib qo'yiladi. Natijada juda qulay, juda yaxshi joy bo'ladi. Bu yerda mana bu yer sendvich panel. Sendvich panelda ichi stiklovatali bo'lyapti. Xo'p, natijada bu konstruksiya temperaturani juda yaxshi saqlaydigan bo'lyapti. Ovozi. Mana 3 faza quyosh batareyasidan kelgan tok va motorlarimiz. Aytgancha motorlarimiz turbo moykaniki bilasizlar, 7,5 kilovatli volt motor, Turkiyaning motori va 250 barli pompa va bu yerda avtopauzali moykamiz o'rnatilyapti. Mana bu bochkalar tepaga ko'tariladi. Bu balandlikda qo'yilishi moyka uchun yetarli emas. Xo'p, bu yerda osmos ham o'rnatilyapti. 750 litrli osmos qo'yilgan mana. 3 ta membranali osmos, nержавейка membranali va bu yerda 2 ta boksimiz bu tomonga o'rnatilyapti. 3 tasi u yoqda. O'rnatish jarayonini birinchi marta obzor qilyapmiz azizlar. Mana shunaqa obzorlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Aytgancha, mana bu quyosh batareyasini har bir kilovati $2,5 to'g'ri kelibdi. Shunda 100 kilovat necha pul bo'ldi? Kommentariyada yozib qoldiringizlar.